Mindan o'tib ketaylik bir kunda. Bobur aka, agar yaxshi bola 30 ming bo'lsa ertaga sizga ham surpriz. Ye ana. Shelar aka Bosamiz. Men ham bilaman. Boring akim. Surpriz bor o'ziga jo'g'ligan. Benim mo'ljalimdan akanda omali. Bobur o'zimga aytsangiz bo'lardimi? Hamma olmaysiz. Benim mo'ljalimdan akana. Armiyada sniper o'tganda bu. Ha, armiyaga bormayman. Agar obunachilar bugun Jamshidlik 30 ming bo'lsa, Ilhom tog'amga, Hojiboyga, mana Hojiboyga uchalalarga ham bitta nom beraman. Agar bugun Jamshidlik 30 ming bo'lsa, ertaga bitta dars sizlarga ham olib kelaman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan Danjonlarga salom, tushimsizlar. Biz proyektamiz xudo xolasa uyimiz ancha qad ko'tarib qo'ygan qadrdonlar. Ishlarimiz xudo xolasa jadallik bilan ketmoqda. Hamma shu yerda. Mana birinchi Ilhom tog'amdan boshlaymiz. Hammani bir og'izdan suhbatini olib chiqamiz. Ilhom tog'a? Nimadir deb qo'ying endi. Biz obunachilarga. Nima desam bo'ladi? Ilhom tog'am. Bu gapda obuna bo'linglar. Velosipedli Hojiboy. Assalomu alaykum obunachilar. Tinchmisizlar? Salomat bo'linglar hammanglar. Ehsonni to'xtatmanglar, ehsonni. Bu akamiz Quvadan hashar kelgan. Duo qilib qo'yasizlar. Obunachilar, charchamanglar. Alloh rozi bo'lsin ehsonlaringdan. Har tomon bo'linglar. Bu o'zimizni Rustam akam. Bu o'zimizni Bobur akam. Bu o'zimizni Sherali usta. Tomoshetda deydi-yu. Men olamdan hashar kelganman. Asha sizni biroz gapim bor edi. Nima gapingiz-ku? Pul so'ramas, endi bu gapni eshitaman. Yo'q. Gapirincha endi biz obunachilarga ham. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qo'llab turinglar, mana biz hasharaga keldik. Mana shu yerda mana bloger ukalarimiz shunaqa xayriya ishini boshlashgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yerda birgalashib bugun qattiq olyapmiz. Qo'llangdan kelsa imkoniyatlar bo'lsa mana shu Javshbek ukalarimiz, Hotamtoy ukalarimiz qo'llab turinglar. Sizlardan endi shu endi qadrdonlar, biz ham endi ozgina mablag'imiz bilan yordam bera olmasak ham xizmatimiz bilan, mehnatimiz bilan yordam beraylik deb keldik. Alloh xolasa. Mehnat Sherali akani jivoy ko'rdik. Tiregina deb aytdi-yu. Ha. Nazar suhbatlashdik. qanday taassurot mana blogerlar ko'rgan usta O'sha akalar. YouTube'da qanday bo'lsa, uka xuddi o'shanday ekansizlar. Ayniqsa mana Hotamtoy degan ukamiz o'shana bir xil ekan. Hozir yo'q ekan, hozir ketib qolibdi material. O'zimaga chiqib ketdi. Yaxshi bo'ldi. Mana YouTube'da boshqacha, hayotda boshqacha deb o'ylardim-da. Sherali aka. Ha, Alloh rozi bo'lsin. Zo'r bola ekan. Yaxshi bola ekan. Mayli, ota-onasini rohatini ko'rsan shu bolani ham. O'zim vaqtimga o'zim savob bo'lay deb qo'yolmadingiz-a? Nimaga? Endi biz ham qo'llaringdan kelsa ozgina duo qilib qo'yasizlar. Kelib mana shu Marg'ilondan kelib bugun mana Quvaga keldim, Tashlaqa keldim, Tashlaqdan Quvaga keldim Damas'da. Quvadan marhamat mashinasiga o'tirib keldim deydilar. Desam akamiz kelgan ekan Quvadan. Tanishib mana xudo xolasa. Tepaga qo'tarib qo'lda ketgan. Mana bu bola ham yaxshi bola ekan. Qahramon bo'ladi bu bola. Qo'llab turinglar. Endi uka biz gapgacha zo'r emasmiz to'g'risi. Agar gapiray desa endi gap ko'p, mana yerda gap. Hali videoda hali hayajonlar. Bu bemalol ichingizlarda ham aytsangiz bo'laveradi bu kanalga. Hech ham hijolatchilik joyi yo'q. Ichimdagilarni aytsam endi ozginacha pul kerak to'g'risi. Unaqalar basmi yo'q. Ya, bo'ladi yana pul, o'zi bekorga yemamiz shekilli-da. Ikki. Sanoqlarni. Sherali akaga ham gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin, juda samimiy odam ekan. Qo'yaverasizlar endi. Men bunchalik deb o'ylamadim to'g'risi. Kelib o'z ko'zlarim bilan ko'rib hozir mana 30lik bormi? Qarang. Joningiz sog' bo'lsin. Gap yo'q, Sherali aka, Alloh rozi Duo bo'lsin. qilinglar obunachilar. Kommentariyada har bittalarni ko'rganlar duo qilinglar mana shu yigitni. Hashar kelibdi. Sizlar ham ko'ringlar, ey qadrdonlar. Mehnati bilan yordam bergan keldi, lekin mehnatini ko'rganimiz yo'q. Bo'lyapti-ku. Pena biroq tushirdi. Mana nima sherigingiz otilmaydi, hali bloger ukamiz, Hotamtoy. Hotamtoy ukamizning kanalida
Bir mashina blok tushiring ha. Ha, yo'q, a? E. Tanjoni sog' olsin. Qadrdonlar duo qilib qo'yinglar. Akamizga chiroyli choch uzunlaridan nasib qilsa uylanmabdilar, bo'ydoq ekanlar. To'g'rimi? O'zini aytya. Hammasi ham mayli, mana shu yerda xato qildingiz-da. Yo'q, a? Biz keldik-yu hasharga, bu Marg'ilonga borib uyga kirishimiz ham bor. Javob bilan og'izga nima kelsa gapirib yuborolmen. Uylanganmisiz aka? Yo'q, 8 Ya, bolalarim bor, nechtayandir. 8 da noto'g'ri ma'lumot berishibdi-da bizga. Navbasdan, mayli. Gap kamroq qilib, Jamshidbek videoni ko'proq qiling deyishyapti. Kommentariyada o'qiyapsizmi? Ekseriya chiqaringlar deyapti, to'xtamay. Ikki seriyaga bunaqa hasharchilardan ko'proq kerak-da aka. Seriyaga yaramaysiz. Sherali aka, nima deysiz endi? Qo'y bola kanaliga omad tilaymiz. Mana tez kunlarda bir 40 ming bo'lib ketaylik, mana shu proyektlar bitguncha. 30 ming bo'lsa, Jamshidbek. Ha, 30 ming bo'lsa. Zo'r surprizim bor senga. bo'ldi, tayyorlab bering. Ertaga 30 ming bo'lsa. Iya. Ana shunaqada, ha? Necha mingtasan o'zi? Mingta qoldi xolos. Ertagacha- 1,5 mingta qoldi. Yarim mingta? Ha. Bugun 30 ming bo'ldi-ku. Ha. Yomon abdushi sovg'a qilaman. Seriozmi? Shano. Obunachilaringga iltimos qilasanmi, yalinasan, yolvorasan, mahalla yurib, bittadan obuna qilasanmi? Ertaga 30 ming bo'lgin-ku. Shundan xursand bo'lasan, ertaga yig'lab o'tirasanmi ertaga? Obunachilar Jamshidbekni bir xursand qilmaymizmi, qadrdonlar? Udar surpriz bor. Shunaqangi dahshat surpriz. Ko'rib, xotin-toy, Nimaligini bildim men. shartmidi, ha? Bilib qoldim nimaligini. Aytmang. Aytmay qo'ya. Rostdan bildingizmi? Bilib qoldim. Men Kecha prямой efirda nima qilganmiz uni? Prямой efirda uxlayapti o'zingiz. Ye. Sal o'xshamadi. Boshqa. Voy. Nima? Telefonda gaplashdik. Yo'q, prямой efirda jinni uchini chiqarib qo'yganmiz obunachilarga. Prямой efirda o'zim o'tirdim, o'qishni olgacha. Eshitdilarga obunachilar bosish kerak. Like bosib, obunani bosish kerak. Bobur aka, Mana shu ukamiz sovg'ali bo'lib qolsin, 40 mingdan o'tib ketaylik bir kunda. Bobur aka. Agar yaxshi bola 30 ming bo'lsa ertaga sizga ham surpriz. Ye ana. Sherali aka 30 Bosamiz. Sizga ham surpriz. Men ham bilaman. Bormayotgan boshqa. Surpriz bor o'zi kecha olgan. Obunachilar kecha biz bir narsa oldik. Magazinda. Mashina testdan chiqmay kuyib ketamiz. Hozir sizlar. Bu qarang, shlep olgan edik kecha. Endi o'shani Yo'q, umay, ha? Qadrdonlar. Hojibuva zashetdilar mana. Hojibuva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Surprizlarni oldindan berib turaman. Voy bola kanalini ajoyib muxlislari. Avvalambor tan joninglar sog' bo'lsin. Himmatinglar bundan ham baland bo'lsin. Yaxshilar, sizlarni rivojlanishinglar. Yaxshilar. Hojibolam agar 30 mingta bo'lsa, bu xatolik. Akanga farqi yo'q. Gapirovering hojibolam. Aka himmatini baland qilyapti. Ilohim shuni ko'nglini yumshatib, sizlar savobchi bo'lib agar bu narsalar hammamiz xursand bo'lardik. Tugadi loya. Zo'r bo'ldi. Bilan tan joyinglar sog' bo'lsin. Ilohim rahmat bo'linglar. Jamshidbek 30 ming bo'lishi uchun billa so'raysizlarmi? Iltimos qilasizlarmi? Bu mahallada Biz gapimiz bizda. uyma yurasizlarmi? Bosh qiling. Uchib ketadi shu. Men o'xshab. Ha. Sizni endi bunday qiling. Men To'xta. Ha. Aytdim-a men. Meni mo'ljalimdan akanda omali. Xo'pladimi? O'zimga aytsangiz bo'lardi, shuni har holda aytmoqchi. Meni mo'ljalimdan ekan ha. Armiyada snayper o'tganda bu. Ha, armiyaga bormaganman. Agar obunachilar bugun Jamshidbek 30 ming bo'lsa, Ilhom tog'amga, Hojiboyga, mana Hojiboyga uchalalariga ham bitta nom beraman. Agar bugun Jamshidbek 30 ming bo'lsa, ertaga bitta dars birsalarga ham olib kelaman. Buni o'zlari ovozda kecha mashinamda qolib kerak. Bo'yinlar kuyib ketdi, sha. Men qadrdonlar gap Sherali aka. 30 ming bo'lsa mana shu kanal, to'y bo'lagan. Hamma obuna bo'lsin, hamma bittadan odam obuna qilsin bugun. 30 ming bo'lsa, Ilhom tog'am ham mana so'pida yuribdilar. Bu opto qattiq
Mana hoji bo'laman, mana Vasbek hoji bo'yam. Rustam akam bu amu turralar qaranglar. Jamshid, sen 30 ming bo'lsa emas Rustam akam. Zo'r orqadan. Ha, mana shunaqa bo'laverami? Oqin yana durraga o'xshataverasiz-da. Durraga o'xshamaydi. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Endi uka bilmadim, bu ko'chadan bunday chiqib piyada yurib turaverasan, bitta nomuna qilib xalqda. Makana olamiz, makana. Qana tashing. Ha, agar o yoqda tejam. Kartalar haqida ham bir og'iz. Ha, kartalar Sberbank karta qo'yganmiz, qadrdonlar. Tepada Sberbank karta, pastda O'zbekiston karta. Qattiq bo'lyapti, ish qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kecha efir qilib pulayotgandik, bugun ishlatib qo'ydik. 300 ta penablo olib keldik, qarz olib qoldik 500 ming so'm. Bir mashina metr to'ktirdik qadrdonlar. Shunaqa bo'lyapti. Qarz olmaylik, qadrdonlar, qarz olmaylik. Hozir уже sezmagalonni quyib bo'lgandan keyin penabloyda ham ustalarni rashod qilib qo'ymoqchiman. Ertaga shtobi o'sha qarz olmasligi uchun qadrdonlar. Shtobi ashuna qilib olib ketsak, ertaga final kuni birovdan qarz olmaymiz, birovdan materialdan qarz olmaymiz, tapat topshiramiz, ketamiz. Shuning uchun qadrdonlar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bitonni rashod qilib qo'yganmiz, shiralaganlar, xudo xolasa. Ash penabloy, endi misol uchun 6 mingdan 7 mingdan bo'lsa ham, misol bittasi yumushi 6 mingdan 5 mingdan men kelishamiz. Hali bilmayman narxini. Xo'p, beradigan bo'lsak, 1000 ta ketyapti. 1000 tasi ham misol uchun 6 mingdan bo'lsa ham 6 million bo'ladi deylik. 5 million esa 5 million. Undan tashqari sesma kalondalar bor. Xizmati ham 10 millionga qarab borib qoladi, qadrdonlar. Mana shu uyni ko'tarilishi ham. Shuning uchun jigarlar qo'llab-quvvatlab turasizlar, ha? Baraka topkunlar. 5 ming so'm, 10 ming so'm bugun befarq bo'lmanglar va bugun Jamshidda 30 ming qilaylik. 30 ming qilsak, ishtir, gap. Hoji bolaga ham olib kelamiz. 30 ming bu oylar, hoji bolalar mazza qilib shlyapalarda ishlab yurishsin. Bosinglar. Qadrdonlar, obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa 30 mingta, 1,5 mingta odam qoldi shekilli xolos. Iltimos sizlardan, kartalarga befarq bo'lmanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariya qoldiringlar. Klass bosib qo'yasizlar, qadrdonlar. 30 mingta bo'lsa yaxshi-da, endi nechta obunachim bor, 30 mingta deb faxrlanib sizlar bilan birgalikda bemalol aytsak bo'laveradi-da. O'shaning uchun bitta-bittadan obuna qo'shib qo'yinglar, qadrdonlar, sizlardan iltimos. 30 mingta bo'lsa, mana xursandchilik sifatida hojivolarga ham bittadan shlampa kiydirar ekanmiz. Xudo xolasa qadrdonlar, xantamtoy olib bersa, olib beraman dedi. Shunaqa qadrdonlar, qo'llab, quvvatlab, kuzatib turmasalaring bo'lmaydi. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Ikkita iltimos. Birinchisi obuna bo'linglar, iltimos. Ikkinchisi kartalarga befarq bo'lmanglar, qadrdonlar. Xudo xolasa tez kunlarda chiroyli qilib bitirib o'z egalariga sizlar bilan birgalikda topshiramiz. O'zi uyda ancha ko'rinish chiqib qoldi. Mana qadrdonlar, qaranglar. Bitta pashti. Hozir endi shu tom yopilsa, xudo xolasa keyin qolgani ham tezlashib ketadi. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizlardan, qadrdonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.